ism familiyangiz? Sattorova? Farida, paxtachidan. Nima kelib olmoqsiz? Qayerda ishlaysiz? Tekstilda ishlardim. Ha, tekstilda ishlardingiz. O'zingiz band qilgansiz-da? Ha, ishlardim. Hozir to'xtatib, dushanba kundan yana boshlandi ishimiz. Hozir unda o'zingiz band qilib ishlayapsiz, to'g'rimi? Ha, yo'q, hali endi chiqaman ishga. Telefon nomeringiz nechi? 93lik 931 31 94. Nima ishlayapsizlar? Chorva olasiz. Mol olib. Qayerda? Bozorda olasiz? Bozordan olaman. Mana bu ijtimoiy reyestrda kambag'al xonadonlarda ro'yxat turasizmi, tutmaysiz? Bu ayollar daftariga nom bo'lib chiqaribdi-da, bilmayman. Xo'jayin ishlamaydi. Chetga borib keladi. Xo'jayin chetga borib keladi. Shu endi mol olamiz-da, uyda mol. Qo'llardan nechta? 3ta. Katta o'g'lim birisi, qizim 8-sinf. Kichkina bog'chaga. Xaridorda nima qilamiz? Agar siz bunda ishlayotgan bo'lsangiz, yo'llanmani bizda bizga birinchi qadam, ikkinchi qadam mahalla xavfsizlik kredit bordi. Bu 6 oy va 3 oygacha umuman joyda ishlamagan, o'zimiz band qilmagan fuqarolarga beriladi-da telefon. Hozir mana bu gazda ishlaganman deyapsiz. Shu joziblarni bermayman. Lekin har bir oila tadbirkor yo'nalishidan resurs shakllanadi, hozir kirib beryapti. Agar ayollar daftari qurolgan bo'lsangiz, men siz yozib olaman. Bizning Nurot degan xodim shug'ullanadi. Hokim yordamchisi bilan uchrashib, shug'ullanganlaringizdan keyin menga natijasini aytasizlar. Men Nurotdan so'rayman. Xohlasangiz meni telefon nomerimni yozib oling. Ziyodulla aka ishqa jo'natdilar-da, Dilmurod shug'ullanadi siz ishingiz bo'yicha. O'zi majlisda ekanlar. Ziyodulla aka hokim yordamchisi, to'g'rimi? Ha, shu taxtachida yangi ko'pdilar, avvalgi o'rnida. Ziyodulla aka nomeri bormi? Telefon nomeri yo'qmi? Aytinglar. Yaqinda bo'lganmi? Ha. Juma kuni uchrashuvdimda. Ayting. 99lik 667 45 15. Tushundingiz-a? O'sha resurs beradi deyapti, o'shani olsangiz ham yozdim. Men aytayotgan kredit hozir 20 ayol bo'lgani uchun 23% da beraman. O'zi 25% da beryapti. Tushundingiz-a? 3 yillikami shunda shu? Ha, 3 yil, 5 yil mana shunaqa. 3 yillikka shu 50 millionlikdan qanchadan to'lab boradi? 50 millionlik oladigan bo'lsangiz, bu shaxs kafillik kerak. Kafil kerak. Undan pastroqgacha kafil kerak emasmi? Yo'q. 5 milliongacha sug'urta bilan qilib beramiz. 5 million, 17 milliongacha sug'urta bilan qilib beramiz. Lekin bu bitta talab bor. Hozir reja bajargani uchun yangi yilgacha vaqtincha to'xtatyapmiz. Hozirgi xalq banklariga o'sha mahalla tanlamaydi. Oxiri borsa bizda 5 yilgacha 3 yil muddatga 6 imtiyoz davrida 50 milliongacha beryapti. Shaxs kafillaringiz bor-a? Kafilingiz. Kafil bo'lmasa masalada lekin kafil bo'ladi. Siz hozir biz Dilmurodni siz bilan gaplashtiramiz. Dilmurod bilan gaplashamiz. Nomerini yozib olasizmi? 93lik 575 82 23. 93lik 575 82 23. Siz aytayotgan onlaynmi? Yo'q. Onlayn emas. Offlayn keldi. Oldin oilaviy to'lagansizmi? O'zim nomimga ish mashina oldim. Qarang, hozir katengiz normalmi? Uni ko'rib chiqishimiz kerak ekan. Vaqtida to'lagansiz, to'g'rimi? Kechiktirmay to'lagansiz? Yo'q. Shuni Ziyodulla aka ko'rib, namunani to'laganingiz uchun sizga berishadi. Bo'ldi, siz bilan Dilmurod gaplashadi, telefonlashamiz. Men kechgacha telefon qilasiz, xo'pmi? Dilmurod raqami yozib oling. To'g'ri. Boshqa o'zbek deb aytasizmi?
299 80 38. Hadi topa tushundingiz a? Mayli sog' bo'lasiz. Aka keling. Aka ismingiz kim edi? Sınırlı. Suygan aka. Mening Ismoil, firma xo'jaligi. Halva. Suygan aka. Siz oldin ham keldingiz a o'sha 312 bo'yicha. Aha. Korxonangiz Hal bu nimada kim edi? Hol bu ona 100 million kredit so'rovdingiz. Sizni aka hujjatlaringizni hozir mana ikkinchi marta murojaat qilishingiz to'g'rimi? Aka hujjatlaringiz kamchiligi bor edi, mana guvohnomangiz bilan ustavda. Shu kamchiliklar to'g'rilab keldingizmi aka? Qachon? Bugun olib keldingizmi? Hozir olib kelyapsizmi? Nima unday kechiktirdingiz? Aka agar bugun olib kelgan bo'lsangiz, hozir bugun nasib bo'lsa ruxsati bo'ladi. Aka bugun 7 ta pulni chiqarib beramiz o'zimizga. Safarni tushunyapsan? Bu yoqda ikkinchi marta murojaat qilishi. Necha kun bo'ldi bu aytgan kamchilikni olib kelib berish kerak deydilar. Agar o'sha kamchilikni to'g'ri olib kelgan bo'lsangiz aka, hozir mana hujjatlaringiz ko'rib chiqqan, faqat mana shu ikkita kamchilik hozir tayinlansa, hozir ruxsatni beradi. Iloji bo'lsa kechgacha chiqarib olish kerak safarni. Eshityapsanmi? Kelishdikmi? Sizning aka telefon nomeringiz necha edi? 98 7 79 Necha? 98 7 79 70 necha? 79 80. Sizning aka tushundingiz a? Hı.